Bizni nежныйgina no makeupimiz tayyor bo'ldi. 1 dan 10 gacha baholab ketishni unutmanglar kommentariyada bir. Bugun payshanba va sizlar bilan birgalikda no makeup qilamiz qizlar. Ana clean girl makeup qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana bunaqa Pudrendan SPF krem. Pad makiyajda ishlatsangiz zo'r, baza o'rnida ishlatsak ham bo'ladi. Yuzni cho'tki qilib namlab, glow effect beradi. Yuzimni yaltiratayotganini ko'ryapsizlarmi qizlar? Cho'tki namlab beradi. Yuzi quruq va kombinirованный qizlar uchun idealniy SPF Pudrendan. Sensual fiksatorida qoshlarimizni fiksatsiya qilib yuboramiz qizlar. Tak как biza no makeup qilayotganimiz uchun bizga konsillerni o'zi kifoya. Endi Sensualni paletkasi bilan mana bu och rangi bilan ozgina bu ko'zimiz tepasiga prям nomiga yurib chiqamiz. Tushsiz nikak tush suramiz. Tushim ham Sensualniki. Albatta rumyanasiz nikak. Добавим чуть-чуть румяшки. Labimga faqatgina blesk suraman. Kontur qilib o'tirmayman. Pudrada zakrepic qilib olamiz mana bunday yaltirlab turgan joylarini.